Mani kuzatadiganlar yaxshi bilishadi. Vechna ozuvchi insonman bo'lsam kerak. Ani aytadi-yu, ozishni boshladim deb. Qachondan beri desam 10 yil bo'ldi. O'sha inson men bo'laman va to'xtaganim yo'q, ozishda davom etyapman. Diyetalar qilmayapman, to'g'risi. Qo'ldan kelgancha shunchaki ovqatlanishimni korreksiya qilishga harakat qilaman. Ya'ni tarelkaga qanchadir ko'kat, belok, go'sht, tuxum, baliq, shunaqa nimadir va ozgina uglevod, guruchmi, grechka shunaqa narsa qo'shib, sog'lom tarelka shakllantirib ovqatlanishga harakat qilaman va bugun o'zimni ko'rib o'tirdim. Bilasizlar, men shapagolikman. Shunaqa kasalligim bor. Marketing qurboniman va bugun o'zimga mana shunaqa narsa zakaz qildim. Bu горячий, ya'ni issiq обертывание ekan. Bunaqa narsa ishlatib ko'rganlar bormi? O'raylarda men birinchi marta bunaqa narsa zakaz qilishim. Qaranglar, tarkibini qalampir isituvchi effekt hosil qilar ekan. Figurani korrektirovka, ya'ni o'sha ozdirishga menimcha yordam beradi debdi. Terini silliq, tarang bo'lishiga yordam beradi debdi. Oranglarda shunaqa ishlatganlar bo'lsa, shunaqa narsa umuman ishlatganlar bo'lsa, kommentariyada yozib yuboringlar, qanaqa qilib nima ishlatiladi. Men shaxsan buni hozir belimga surmoqchiman-da, ustidan klyonka qilmoqchiman. Son oyog'im, sonim, qo'limga surib, klyonka o'rab yotmoqchiman. Halija o'qib chiqqanim yo'q, yarim soatmi yetsa kerak, 1 soatmi balkim. O'ylayaptimda, yuzga sursa ham bo'larmikin? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozinglar, shunday ishlatib ko'rganlar bormi? Voy, ertaga qipcha-bel bo'lib ozib ketsam ham deb shunaqa xayol bilan hozir ham yog'imga surib, qani rezultatini bo'lishaman. Men buni o'zimdan zakaz qildim. Kimgadir shunaqa narsa kerak bo'lsa, artikulini описаниеda qoldiraman. Agar bellarim 60 figura dahshat bo'lib ketsa, yanada bu haqida batafsilroq video olaman. Rezultatni kutinglar. Sizlar ham ishlatganlar bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Men noto'g'ri ishlatib qo'ymang, shunaqa ishlatiladi deb yoki lichkamga yozib yuboringlar, kutaman.